Muhtasham 100 yil seriali bilan ko'pchilikka tanish bo'lgan turkiyalik aktyor Halit Ergench 1 yil 10 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi. Gap shundaki, aktyor 2013-yildagi Gezi bog'idagi norozilik namoyishlari bo'yicha tergov davomida yolg'on ko'rsatma berganlikda ayblanib, shunday jazoga loyiq ko'rilgan. Avvaliga sud unga 2 yil 3 oylik qamoq jazosini tayinlagandi. Biroq Ergench sud jarayonlarida o'zini munosib xulq-atvorda tutgani uchun jazo muddati qisqartirilgan. Shuningdek, yana bir aktyor Chuqur serialidagi Alicho obrazi bilan muxlislarga tanish bo'lgan Rizo Kocha o'g'liga ham 1 yil 8 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Ikkala aktyor ham avval sudlanmagani uchun jazo ijrosi kechiktirildi va shartli jazoga aylantirilgan. Qayd etish kerak, 2013-yilda Istanbulda ekologik e'tirozlar sifatida boshlangan harakatlar keyinchalik hukumatga qarshi ommaviy namoyishlarga aylanib ketgandi. Halit Ergench esa mazkur namoyishlar ishida guvoh sifatida tergovga jalb qilinib, uning aktyor va ekofaol Mehmet Ali Alabora bilan aloqalari tekshirilgandi.